yuzdan beri olaman shu yerdan, magazindan. Mahsulotlar sifatli. Ko'tarib turasizmi? Og'irlik qilmaydimi? Necha pullik mahsulot olgandingiz aka? Hisoblamayman, ko'p olaman men. Mahsulotlari qanaqa? Yaxshi, zo'r. Sifati, narxi hammasi joyida. Akam to'g'ri ishdan kelibdilar. Aka, necha pullik mahsulot oldingiz? Taxminan 15-20 million olganmiz. Mahsulotlari mahsulotlar oliy. Odamga yoqadigan, bir uyaltirgan joyi yo'q. Xo'p, narxi-chi, to'g'risini ayting faqat. Bizga narxi qoniqarli. Ma'qul. Odam shu nechta mana shu mahallada 36 ta qishloq bo'lsa, 36 ta qishloq hammasi minnatdor. Narx-navosidan ham uzoq emas, qulay tomonlari ko'p bizga. Juda tez tarqab ketib qoldilar, qo'lay yuribdi sizlarda bitta-bitta. Hop, akam ko'llar yutib oldilar, hammadan ko'ra alohida sovg'a bo'lib yutib oldilar. Hop, aka taxminan necha pullik mahsulot oldi shu oyda ichida, shu aksiya oyida? Aniq biz aksiya bo'layotgan bilmadik. Aniqrog'i ancha mahsulot olamiz, har doim ham olamiz, chunki narx-navosi hammasi yaxshi, joyga o'shir yomon emas. Biz qurilish qilamiz o'zimiz, Patr bozorida dom quramiz. Mana shu yerdan hamma ishimiz bityapti. Endi taxminan biz 4-5 million bilan aksiyaga kirasizlar degan deydi. Bu yerda bir 20 million 30 million olib qolishlik menimcha. Ko'p narsa oldik, texnikalar ham oldik. Hop, yaxshi kuningizga ishlating, salomat bo'ling, doim mijozsiz qoling. Sog' bo'ling aka, yaxshi yetib oling. Ana, bu ustagalar, ehtiyot bo'ling. Urib olishmasin. O'chirmadingizmi? Ustagalarda ishi ko'pda doim sirraza sovg'ani olishib, gup etib tarqab ketishdi. Shopir akalar legenda-yu. Sizda Nexia 2 bor. Yo'q, men Volgada 24 da, shu Asnoni Almatora bizniki. Bu qurilish materiallarimizni labola tashiydi. Pireshkova mana orqada turibdilar. To'g'risini ayting, qalay stroy baza bilan ishlash? Xudoga shukr. Minuslarini ayting birinchi. Plusi qiziqmas hech kimga, hamma maqtaveradi. Minuslarini aytingchi. Minuslari yo'q, xudoga shukr. Mana savdolar bo'lyapti. Shopirlar mana nechta xonadonlar qora qozonni qaynayapti. Mana shu yerda ochgan avvali bor, shu yerda ochgan odamlarga ham rahmat. Mana 70 ta 80 ta aholini qora qozonlar qaynayapti. Katta tirikchilik qilyapmiz. Salomat bo'linglar. Alloh barakasini bersin, sog' bo'linglar. Hammadan o'zini rizqini bersin. Alloh. Inshaalloh salomat bo'ling. Amin. Alloh akbar. Sog' bo'linglar.